Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 15-ci soniga hoş geldinglar. Bugun biz Sharq Turkiston sürgün dokumenti Tashqi ishlar ministri va muavin bosh minister Salih Xudayr efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Bu qitim 9-cı növbətlik Sharq Turkiston sürgün dokumentining saylimi g'albilik oxirlashdi. Nurgun qiyinchiliklarni yengib, Washington DC'da bu qurultayni tamamladık. Yangidan saylanib chiqqan muavin bosh ministerimiz va tashqi ishlar ministri Salih Xudayr efendimni bu qurultayni bir xulosa qilib chiqishni va kelgusi ishlarimizga qarab chiqishni umid qilib, bu programmamizga taklif qildik. Oldi bilan Salih Xudayr efendim, siz bu qitim qurultayga o'zingizni baş ministerlikka namzat ko'rsatmadingiz. Buning sababini deb bera olamsiz? Albatta, men doim deb kelganimdek, men bu millatning, ya'ni Sharq Turkiston xalqining, Sharq Turkiston davlatininki askari. Men hiçbir vaqt baş minister bo'lib olish yoki rais bo'lib olish yoki boshqa bir cho'ng qalpoq kelib olish arzusim yoki niyatim yo'qdi. O'tganki qurultayda hamda shu vaqtda majburlanib qoldim. Shu vaqtda xalq shu yerdagi millat vakillarimizningki ko'p sonliq ovozi bilan menga bu vazifani majburlaganlik uchun, Shu ehtiyoj bo'lganlik uchun shu vazifani ijro qilib keldim. Albatta, hamda 4 yil bu vazifada xizmat qilib keldim. Ondan keyin bu 4 yil bo'lgandan keyin yana qayta mendan yaxshiroq bo'libmi bu bosh ministr degan bir davlatninki, hukumatninki bir beshi. Shuning uchun bir yashi to'lgan, tajribasi mo'l va eng muhimi xalqimiz bilan yolg'izlanib chet elliklar bilan emas, xalqimiz bilan yaqin munosabati bo'la oladigan, yaqin ish yapira oladigan tajribasi bor bir kishining o'tirg'i chiqishi tuzukroq deb men yana o'zimningki xalqimiz, davlatimiz nima arzu qilsa shu vazifaga askar bo'lish butun bilan tayyorligimni bildirib, men bu baş ministerlik bo'lmasligini o'zimni nomzod ko'rsatmaslikni qaror qilgandim. Endi nimishki tashqi ishlar ministerlikni o'zingizga loyiq? Hamda menga shaxsan men buni o'zimga loyiq ko'rganimdan emas, hamda qilayotgan ishimmi, amanglar bilganingizcha, mening o'qigan kasbimmi xalqaro munosabat va davlat bexatarlik, siyosat, asosan men chet elliklar bilan ko'proq aloqalashman. Bizningki davosimizni shu xalqarolashtirish uchun chet elliklar bilan mayli siyosatchilar bo'lsin, mayli hukumat arboblari bo'lsin, strategiyachilar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin va yoki media muxbirlar bilan bo'lsin, doim shunda aloqa qilib kelganlik uchun men chet elliklarga davomizni texmo yaxshi tushuntira olganligim uchun mushiniki agar mumkin bo'lsa, mush vazifa berilgan bo'lsa, men mushuni yaxshi qila olayman deb o'tirib qo'ygandim. Ammo men qaysi vazifa berilsa, men shuningga qo'lim kelguncha iqtidorim yetkicha qildiganligimni bildirgandim. To'g'ri. Sizningki kasbingiz bunga mos kelgani uchun va necha vaqtdan qilayotgan ishlaringizni chet elliklar bilan aloqa bog'lash, bu davoni chet ellikka tanitish. Alayda töhfə ko'rsatdingiz. Bu qitim bu vazifani cho'qim yaxshi o'rinlab ketdi deb o'ylaymiz. Hamda bu saylamdan burun nurg'un qarshiliklar bo'lgan, nurg'un boshqalarni haqorat qilishga uchradik. Siz shularni bir eslab o'ta olamsiz? Albatta, bu bo'libmi 2019'da ko'rildi va 2019'dan tortib, hatto men
bu davaga atlanganımdan resmi atlanıp oturga çıkıp Şarkı Türkistan mustaqillik davası küreş kılganımızdan beri bu ucumlarga uçuravatımız. Xitay istihbaratınınki ve Xitay istihbaratı bilen Xitay bilen emkarlaş kıygan emkarlık ba devletlerninki istihbaratının ucumlarga uçurap kelevatımız. Bu saylamını hatta başlaştım buranta bu milletvekili saylamını kılımız dep hatta ötken yılı oturgan şu 2023'nin başlarında saylamı tayarlık kılışımızdı bu cümle başlangadı. Hatta onun da burunma batı. Bu cümle tıgımı evcip Xitay istihbaratınınki ve Türkiye'deki bazı teşkilatlar arkalı Xitay'nınki istihbaratınınki ve başka istihbaratınınki Türkiye'deki bazı teşkilat ve şahslar bilen ondan absus milletimizninki arasıga kirib bazı münafık satqınlar bilen birleşip bu hükümetni xunukleştiriş üçün bu itibarsızlaştırış üçün nurgun suikastlarını, nurgun ucumlarını elip verdi. Ama Allah'a şükür bunu biz galibilik bilen halkınki közü açık boğallıqdan beri ve bizninki ak yolda boğallıqımızninkidən tüpeyledin biz bunu galibilik bilen bu suikastlarga taqabul turaladık. Elbette bu suikastlar tügmeydi o. Hakikaten desek bu suikastlar ta Şarkı Türkistan devleti kurulğıça yani mustaqil Şarkı Türkistan Cumhuriyetini asla keltirip biz Şarkı Türkistan içinde devletimizni kurup istihbaratımız, askerimiz, emmenasimiz kulumuzda boğa vaqtqıça bu Xitayninki düşmanimizninki suikastları, istihbarat uyulları bu hücumlar toxtamaydı. Şu devletimiz boğa vaqtda ondan biz onunla texmi taqabul tura alaymiz. O vaqtlarda mı toxtamaydı haqiqatni desek. Çünkü düşmanlikdan biz Xitay bilen az degende 3000 yılının yazı uruşup kelyapmiz. Xitay düşmanlikini qıldı. Her türlük uyallarını oynaydı. Hatta özümüzninki milletimizning arasıga mümkün olgan hain münafıqlarni oturga çıkırış arkalı şular arkalı nurgun devletlerimizni veyran kılgan Xitay buran. Ve bu gün sürgünde bulap kelişimizning sebebi mo ırkı kırgınçılık uçurawatqanning sebebi mo şu hain münafıqlarnınki düşman istihbaratıga, düşman güçlerge emkarlaşıp milletimizge, devletimizge hücum kılganlık tüpeyledim bulavatıdı. Bunu nimqilish kerak. Bunu şu devletimiz mustaqil bolgan çağda tıgmı nimqila alaymiz. Ama hazırmı bu suikastlar davam qilsa biz bunga davamlıq qarşı berip turmiz. Qulimiz kayish qarshilik berdik ve xalqimiz asta-asta hali oyg'andi deb bilaman. Xalqimiz kimning haq yo'lda, kimning nohaq yo'lda, kim haqiqatan Sharq Turkiston uchun kurashyapti, kim Xitoy istihbaroti ve shularninki g'alchilikni qilyotganligini xalqimiz tushunib yetdi deb bilaman. Rahmat. Bizningki Sharq Turkiston sürgün hökumetini xunuklashtirish uchun sizlarninki 6-7 hökumetlar qaysi rası degandek bir uçurni taqitib bizga hücum boshlangan. Ammo hozir hammamiz ko'rib turibdik. Sharq Turkiston sürgün hökumeti faqat bir. Uyg'ur xalqining faqat birla Sharq Turkiston sürgün hökumeti bor. Bay Salih Xudoyor efendim dedi. Biz taki mustaqil bo'lguncha bu hücumni to'xtamaydi. Ammo Sharq Turkiston sürgün hökumeti faqat bir. Qolganlari yolg'on. Faqat hücum uchun Xitoylarning o'ynayotgan o'yini. Hem bu qitim qurultayni naytdi o'ngishli qilib qo'ydik. Sizningcha hökumetda yashlashish va xilishish bo'ldimi? Albatta, burunga qaraganda, masalan, 4 yil ilgaridagi qurultayga, 8-yillik qurultayga qaraganda va hozirgi hukumatninki nimasi qarasak, bir parlament a'zolarimizning soni ko'paydi. 2019'da 45 atrofida parlament a'zosimiz bor. Hozir 60 parlament a'zosimiz bor. Va onundan surat yoshlarmi xeli ko'paydi. Yevropada, Amerikada
Kanadadan tatip başka geldim o xil yaşlar katıldı ve aramızda hazır burun bir doktor ve bir profesör batı hazır Allah'a şükür töt doktor ve bir profesör var yani ziyaliler mu aramızda küpeyi vatıdı ve bunun için küpeyi de oylayman çünkü bu parlamentimiz içi de elbette parlamentin sırtıdı mı halkımız bizge ziyali ihtiyacımız var. Hükümetke illa hükümet hizmet kılış için illa parlament azat buluş şart emas. Çünkü her qandaq hükümetlerin organlarında parlamentdan sırt nurgun organları var ve u yerda sırtlar türlük insanlar kilolu. Yani şunun için biz ziyalilerimizga emmiyadiki ziyalilerimizga biz bilen birlikte hareket kılıp bizge maslahat berip bizninki strategiyamizni yol xaritimizni qandaq qilib bu Sharq Turkiston davasini texmi tizden xalqaralaştıra alaymiz. Qandaq siyaset yürgüzüp devletler, başka devletlerini bizge yakın diye alaymiz. Yardım ekilaleymiz ve devletimizin müstakilligini qandaq tizden aslı keltiraleymiz dep bununla nurgun işler gidiyor. Ziyalilerimiz bununla başka durup mesela nurgun okugan ziyalilerimiz var, tarihçilerimiz var. Penni ziyalilerimiz var. Bula birlik kelip bizge maslahat beriş gerek. Biz bilen birlikte hizmet kılış gerek. Bu davana birlikte berişimiz gerek. Çünkü bu yalgızlam bu Şarkı Türkistan'ın müstakillik davası Şarkı Türkistan'ın devlet davası yalgızlam bu sürgün hükümetinin davası emas. Yalgızlam bu sürgün hükümetindeki 60 sürgün parlamentimizga 60 parlament a'zolarining davası emas. Umumiy xalqimizning davası. Şunun için sırtkilarmu bizge şu qo'lidan kelgancha yordam berishini biz bilan birlikte hareket qilishini chaqiriq qilaman. Rahmat. Bu qatim Sadiq Xudoxo'yev efendim deb o'tgandek bu yaşlashish va xilishish ahvoli ko'rildi. Yevropada bu nurg'un yoshlarning kelganligini ko'rdik. Undan keyin ziyolilarning bizningki sürgün hukumatga qaytilganligininki bir belgilerini ko'rdik. Bu sürgün hükümet fakat birli hükümet bo'lish sifati bilan mush hükümetle qiladigan ish emas bu mustaqillik albatta hammamizning. Çünkü bu hammamizning ishi, hammamizning vatani. Shunga ziyolilarning, fuqarolarning, hammalarning birlikda vatanning mustaqillik uchun sürgün hükümetning yanada turishini, birlikda harakat qilishimizni umid qildi. Sizga ko'p rahmat. Hamda siz bilasiz, buning oldingi saylamda G'ulom Usmon efendimga nihoyat ko'p hujum bo'lib ketgan. Cumhur raisi bo'lgan vaqtda huquqni deb shunday qildi. Sog'liqni o'zi tanlab, o'zi bekitib qo'ydi. Bular o'zi hukumat qurib oldi degan bir behtam chaplangan. Ammo bu qatim G'ulom Usmon efendim bu huquqdan chekindi, o'zining nomzodligini ko'rsatmadi. Shuning ishonamizki, buningdan chekinib G'ulom Usmon efendim cho'qim bizning sobiq cumhur raisimiz yanala vatanning mustaqillik uchun ishlaydi, yanala sürgün hukumat uchun xizmat qiladi. Biz bunga ishonamiz. Siz buni bir so'zlab tushuntirib bera olamsiz shu chaqir kishilarni? Albatta, bu G'ulom efendimninki sürgün hukumatga kirishning sababi mu şu hukumatni şu kitig'ini kuchlantirmi deb o'tirg'i chiqqandi. Bu o'tirg'i chiqqan vaqtlarida hukumatning eng ojiz nuqta vaqtlari, hozir eng kuchli vaqtlarimizdan biri hozir. Hozirgi hukumatning hozirgi tarixi 2004dan hozirgacha eng kuchli vaqtimiz hozir. Bundan keyin texmi xeli kuchlanamiz. Ammo 2018da hukumatga G'ulom efendim kirgan vaqtda reis bo'lib imtiga vaqtda hukumatning eng ojiz vaqtlaridan birisi. Va u vaqtda bu xalqaro vaziyatda texi bu Sharq Turkiston mustaqillik masalasi asosan yo'qolib ketgandi. Xalqaroninki nimsida bizningki mustaqilligimiz arzu qilamdi, arzu qilmam degan masalasi kelgan chog'da asosan bir iqim, ya'ni munofiqlarninki iqimi kuchlanib ketgan bir vaqtda o'tirg'i chiqdi. Yani munofiqlarning da'vatini Uyg'urlar mustaqillik xohlamaydi. Biz yana shu Xitoyning ostida yashaymiz degan iqimlar eng kuchli vaqtlarda o'tirg'i chiqdi. Va shu vaqtda o'tirg'i chiqqan vaqtda bu G'ulom efendimninki izchil tarix qarasak, izchil mustaqillik deb keldi.
Şarkı Türkistan'da müstakillikten başka yol yok. Doğru. Bizniki birden bir kutuluş yolumuz şu dep Hı. ömrününki köp kısmını yani 16 yaş vaqtidan tatip hazırlıkça bunu devam kılıp geldi. Hı. Şu iradede, şu Hı. ilki çın turalıqallık üçün bu hükümetninki Gulam Yagma Efendi hükümet kilip Hı. çın tuğallık üçün hükümet ravajlanıp bugünkü italedi. Doğru. Agar bu şap ketken bolsa, agar şu bize baqıldap arıl qandaq aqlı çavalını, ar qandaq munafiqlarni aramızı ketip algan bolsak, Hı. bu hükümet yani şu burunqidek ismidi ba, Hı. ameliyati yok. Şu kağızının üstüdeki ba hükümet bulap qilip, ameliy bir iş qilmay Hı. oturdu. Ve bunundan düşmanımız elbette hoş buldu, munafiqlar elbette hoş buldu. Şunun için Gulam Yagma Efendimizin bu hükümetinin beşik kilişi düşmanımızı rahatsız kıldı. Hı. Düşmanlarımızı ve münafıklarını nahayet rahatsız kıldı. Çünkü o adam çın tuğdu. Mesela bazı meselelerde mi? Mesela benimki başkapını kılmasam, benim bazı nasıllıkla garip kallısı oylagallıkmış için. Uygurluğunu o kadar yaxşı düşünmegenlik üçün ben bazı nasıl manda kılışımız gerek dep nurgun imili boldu. Amma Gulam Yagma Efendi bizge ne çıkatım degende, manın diye ihtiyat kılışın gerek, anın diye ihtiyat kılışın gerek. Sen bu milletni düşünmeysiz dep o kadar nim kıldı ki ve nurgun hatalıklarını ötkizip koydum başta. Şu münafıklarınki uyalları kirip gitip hatta keyin asta hakikatni düşündüm. Şunun için bu Gulam Yagma Efendimni nurgulları yaman kördiganlyk şu sebepten. Bu halkı nima hükümet özü nim kılıp aldı dep aşında nim kıldı, böhtemni çaplaydı. Agar Gulam Yagma Efendi baş bombagan bolsa bu 4 yılının yazı, beşimiz turup bizge maslahat berip tecrübelerini anlatıp davanınki qaysi yolda mansı tüzüp banadiganlykyny nimeden ihtiyat kılışımız gerek, nima kılışımız gerek, kanda tedbirlerni, hareketlerni yapışımız gerek hakkında to'g'ri maslahat bermegen bolsaydi ki bugunkidek bu dava bu yoqqa kelanmaydi. Rost gapni qilsak. Va hozir bu tushib ketishining sababi o'zi dedi hamda biri men 4 yilning yoz hukumatni hali bir yoqqa olib bordik. Hamda yeshimni bir yoqqa bordi, undan keyin texmi yoshroq ularning o'tirg'i chiqib bu xalqni texmi birleştirip hükümetini güçlendirişke men vazifamdan şu sebepten men özümni namzat göstermeyman dedi. Ama bu demek men davadan vazgeçmen demek emas. Men bu Şarkı Türkistan'ın müstakilligidan ölgünim kadar devam kılaman, bu müstakillik için köreş kılaman. Ama sizler yaşlar bunu yapışınlı gerek. Anandaki man kıldıgan hücumlarmı meni bana kılıp bazı münafıklarınki, düşmanlarınki hücum kılışıga yol koymaslıkımız gerek dep vazifesini şu sebepten çıkıp ketdi. Yani kayıtın hatta parlament milletvekilliginden mi çıkıp ketdi? Milletvekili bolmaymy dep. Çünkü yani ben milletvekili bolsam yana düşmanlar, yana münafıklar yani şu meni bana kılıp hükümetke suikast kılıdı, hükümetke hücum kılıdı. Ben şu başkalardık halk buluş bütün bilen hükümetini kollayman. Müstakillik yolumuzdan vazgeçmeymen. Eğer sizler hata kıysanlar hata kıldın dep tanqid kılaman. Toğru kıysanlar toğru kıldın dep alkışlayman. Halk buluş bütün bilen kollayma dedi. Şu sebep. Doğru. Hamda Gulam Osman Efendim'in emmemiz bilimiz bu dava için nurgun bedel bergen, elim berip oturdu. Hamda bu qitim bir ulgi yaratdı Gulam Osman Efendim. Vazifesidan tushibmi izchil Sharq Turkistonning mustaqillik uchun xizmat qilish. Buning oldida nurg'un misollarni ko'rdik. Hukumatdan yenib chiqiblar, hukumatni qorlaydigan va boshqa hukumat quradigan, hukumatni xunuklaştirdi. Agar bizningki niyatimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi bo'lgan bo'lsa-da, bunday ishlar bo'lmas edi. Gulam Osman Efendi buni bir o'lik ko'rsatdi. Uningki nomda bor, amalda yo'q bir hukumatni amalda qiladigan va xalqningki xoyligiga
erişe bir hükümetke aylandırıp bugünkü günge keldi. Biz G'ulam Osman Efendimge, sabiq Cumhur Reisimiz G'ulam Osman Efendimge köpten-köp rahmetimiz bildirimiz. Bundan keyin bu xizmatni, G'ulam Osman Efendimning xizmatini yoshlar qilib ketadi. Hammamiz birlikda qilib ketamiz deb qaraymiz. Hamda Salih Xudoyor Efendim siz muavin bosh minister va tashqi ishlar ministri bo'ldingiz. Buningdan burun 4 yildan nurg'un jafolarni chekib, nurg'un ishlarni qildingiz. Nurg'un odam bildi, ko'rdi, buning qoyil bo'ldi. Endi men o'ylaymanki, buningdan keyin bu vazifa texim ig'ir. Qiladigan ish texim garchi bosh ministr bo'lmaganingiz bilan texim ko'p vazifalar, teximcha qiyinchiliklar oldingizda turdi. Siz nimalarni qilib keta olayman deb qaraysizmi 4 yil oldingizda? Hamda bu 4 yilda meniki vazifam asosan tashqi ishlar ministrligi bo'lgandan keyin shu boshqa chet el davlatlar bilan munosabat urilish, munosabatni texmo munosabat qurib bizningki Sharq Turkiston va u ma'lum boshqa davlatlar orasida diplomasiya munosabat qurish, ularningki Sharq Turkiston davosini qo'llashiga qo'llashini qo'lga keltirish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish, ya'ni Sharq Turkiston davlatininki qurilishininki yo'lini hozirlash, ya'ni yo'lini hozirlash. Meniki eng muhim vazifam shu. Chunki bu yerda haqiqatni qilmasak bo'lmaydi. Biz Xitoydek bir cho'ng bir imperiyaga qarshi urushyapmiz. Buningga biz o'zimizning kuchimiz bilan Xitoyga qarshi kurash qila olishimiz va g'alabalik shaklda kurash qila olishimiz notayin. Shuning uchun qudratlik har qanday davlat, Xitoy bilan kichikina ziddiyat bor davlatlarni bizga tortishimiz kerak. Va bo'libmi Xitoyga qarshi dushmanlik bor davlatlarni bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashiga qo'l keltirishimiz kerak. Shuning uchun meniki vazifam asosan shu chet el davlatlari bilan munosabat o'rlashtirib, aqidin Sharq Turkiston pardonaqsa Sharq Turkistonning mustaqilligiga yo'lni tayyorlash, yo'lni hozirlash. Meniki vazifam shu. Yana albatta burunqidek qilayotganimdek muxbirlar bilan, chet ellik tashkilotlar bilan, parlamentlar bilan, u bular bilan ochiq suhbatlarimiz bo'ladi. Uni qilamiz. Ammo asos vazifam shu Sharq Turkiston davosini texma xalqaralashtirish. Xalqaroninki ve nimsiga kun tartibiga resmi akilish. Hozir qadar Sharq Turkiston masalasi xalqaralashmadi. Haqiqatni so'zlasak bo'lmaydi. Uyg'ur kishilik masalasi, kishilik huquq masalasi xalqaralashdi, ammo Sharq Turkiston davlat masalasi xalqaralashmadi. Bu ikki tamoman ayrim masala. Kishilik huquq bilan mustaqillik bir-birisiga o'xshaydigan narsa emas. Tamoman qarshi narsalar. O'xshamaydigan narsalar. Qarshi emas, ammo o'xshamaydigan narsalar. Biz meniki vazifam 4 yil ichida Sharq Turkiston davlat davosini xalqaralashtirish, xalqaroning kun tartibiga kelish va xuddi Tibetni qandaq besilib olgan davlat deb e'tirof qilgan bo'lsa, boshqa davlatlar Sharq Turkistonni o'xshash shaklda besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish, Sharq Tibetni qandaq Tibet deydigan bo'lsa va Xitoyniki rezil atalg'isilqi Tibetga ya'ni bir Xitoyning bir so'zi bor-ku. Shizang deydigan so'zni ishlatmayotgan bo'lsa, Sharq Turkistonni so'zini, ya'ni bu atalg'ini xalqaralashtirish, ya'ni Xitoyniki rezil XG tilga ag'im yo'q narsani ishlatning o'rniga Sharq Turkiston deydigan yerga keldi. Hozirgacha Allohga shukr, xil ko'p yerlarda buningda az bo'lsa-mu biroz g'alaba qildik desak bo'ladi. 4 yilning yozi xalqaro matbuotlardami ben doim deganimdek, agar biz o'zimiz Sharq Turkiston desak, xalqaro shunga nim qiladi. Agar men Sharq Turkistonlik deb o'tirib chiqsak, meniki davlatimning ismi Sharq Turkiston desak, xalqaro majburiy uni e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Ammo biz Xitoyniki depini chepirib, yana shu X degan Xitoyning Xi degan misni ishlatsak yoki uningki
o ne demek Uygur rayon yoki bijnimi deb o'tirg'i chiqib qolsak, xalqaro shuni deydi. Bizga bog'liq. Biz Sharq Turkiston desak, xalqaromi majburiy Sharq Turkiston deydi. Xuddi biz irqiy qirg'inchilik deb xalqaroga tushundirgandik ya. 2018'den tatip nim kıldık. Hatta nurgulları karıştırdı. Şarkı Türkistan desek bulmaydı, ırkı kırgınçılık desek bulmaydı da. Biz izçil digellikimiz için, dügellikimiz için halkaraga ırkı kırgınçılık dep itiraf kıldı. Lagerni lager dedi. Ve nurgun chet elliklarmi biz Sharq Turkiston deganligimiz uchun Sharq Turkiston deyishga majbur bo'ldi va aramizdagi munofiqlarni o'zininki munofiqligini yushirish uchunmi burun Sharq Turkiston deyishdan qochinadiganlarmi Sharq Turkiston deydigan bo'ldi. Bayroq ko'tarmaydigan munofiqlarmi o'zini munofiqligini yushirish uchun munofiq nima bayroq ko'taradigan bo'ldi. Mustaqillik demaydiganlarmi Amerika irqiy qirg'inchilikni itiraf qilgandan keyin bir kechadan 180 gradus o'rilib mustaqilchi bo'lib ketganlar bo'ldi. Buni ko'rib turyapmiz. Hamma xalq buni shohid. Shu biz nima desak shu bo'ladi. Agar biz Sharq Turkiston desak, xalqaro Sharq Turkiston deydi. Agar biz xalqaroga berib hukumatlar bilan har qanday tashkilot bo'layli, shaxs bo'layli, mayli muxbir bilan ko'rish, muxbir bizni ziyorat qilsin yoki davlat hukumatlar bilan munosabat bo'layli. Talabing nima desak, biz talabimiz mustaqillik desak, ular uningga hurmat qilishdan boshqa chora yo'q. To'g'ri. Yo'q, sen mustaqil bo'lolmaysiz demaydi-ki. Ularningki xalqaro prinsipda bo'libmi g'arb demokratik davlatlarda o'z taqdirini o'z belgilash prinsipiga hurmat qiladi. Va u o'zini taqdirini hurmat qilish prinsipida xohlasang avtonomiya talab qilamsan, mustaqillik talab qilamsan yoki boshqa nimani talab qilamsan, nimani talab qilsang shuni hurmat qiladi. Bizning munofiqlar, ya'ni xalqimizning orasidagi munofiqlar o'z taqdirini o'z belgilash deb shu avtonomiyani deb kelyapti. Hatto og'zliq seppasimi mustaqillik talab qilamsizlar. Aytdi, "Mas'ullar mustaqillik talab qildi ekansizlar" desam, "Yo'q, biz mustaqillik talab qilmaymiz" deb nurg'un munofiqona milliy davomizga zid, ajdodlarimizning ruhiy zid, shehidlarimizning qon badali zid so'z harakatlarni qilib kelyapti. Bunun xatim berish kerak. Qo'rqmay biz irodamizni bildirishimiz kerak. Bizningki mustaqillikdan boshqa yo'limiz yo'q va buning uchun agar kerak bo'lsa, biz jonimizni, melimizni, qinimizni, barlig'imizni bu yo'lga fido qilishga tayyor ekanligimizni xalqaro bildirishimiz kerak. Qo'rqmay deyishimiz kerak. Hech nima deyolmaydi xalqaro. Biz bir irqiy qirg'inchilikqa yo'qolishga girdab qilayotgan bir millat. İşgaliyet ostidagi bir zaminning bir davlatning avlodlari. Biz shu xalqaro qonun bo'yicha o'zimizni qo'g'dash haqqimiz bor, davlatimizni mudofaa qilish haqqimiz bor, davlatimizning asli keltirish uchun kurash qilish haqqimiz borligini bilishimiz kerak. Shuning uchun qo'rqmay deyishimiz kerak xalqaroga. Bizningki talabimiz shu deyishimiz kerak va davlatlarmi, masalan Xitoy bilan ziddiyat bor davlatlarmi aranda turib bizdek odamni topolmayotsa, to'g'ri. Bu millatningki holati mushunda bo'lganlik uchun bulimi chorasiz turyapti. Agar sal jasoratli bo'lgan bo'lsak-ki, agar talabimizni qo'rqmay mana biz hammamiz mustaqillik uchun jonimizni fido qilishga tayyor degan bo'lsak-ki, bizningki bunda harliq kunda qolmaydi. Biz Sharq Turkiston ichida hozir qon jang ichida bo'ldik va cho'qim mustaqil bo'la olamiz. Biz kurash qilmay boshqa yo'l yo'q. Buni bildirishimiz kerak. Xalqaroga buni bildirishimiz kerak. Mustaqilligimizdan boshqa yo'l yo'qligimizni bildirishimiz kerak. Mening muhim vazifam bu 4 yilning qildig'ini ish vazifam tashqi ishlar ministri bo'lish bilan shu. Bu mustaqilligimizni asliga keltirish uchun, davlatimizni asliga keltirish uchun yo'lni hozirlash. Va buningga umumiy xalqimizningki yalg'izdan mening qilgan ishim bo'lmasligi kerak. Umumiy xalqimiz, tashkilotlarimiz, hammamiz o'xshash harakatni olib berishimiz kerak. Bir-birimizga yarı yo'lak bo'lib, hamkorlashishimiz kerak. Bu vaqtda. Ondan keyin biz mustaqil bo'la olamiz. Ondan keyin bizga haqiqiy yordam keladi.
Doğru. Salih Hudayar Efendimiz'in sözlegenlerden biz düşmanımızın faqat bir, nişanımızın faqat mustaqillik ekanligini, faqat mush yo'lning to'g'ri ekanligini ham Salih Hudayar Efendimizning bundan keyin faqat mush yo'l uchun kurash qilganligini o'zi deb o'tdi. Agar biz o'zimiz vatanimizni tanımasak, vatanimizning mustaqilligining birdan bir prinsip ekanligimizni haqqa demasak, haq bizga o yo'lni bermaydi. Salih Hudayarning oldingi 4 yilda qilgan ishlarining hammasi shu. Hamma odamga shu gapni dedi, shu prinsipdan yonmadi. Davomli mushtaq suhbatlardami mush gapni qilib kelyotidi. Agar bizning mustaqillikdan boshqa yo'limiz bo'lsa-da, biz shuni qilgan bo'lsak, kishilik huquq degan bir gap bilan mustaqillikni tang o'rin qo'yib olmaydi. Kishilik huquq qilayotganimi vatan uchun qilyotidi-ku deb qarab o'ltirsak, bizning mustaqilligimizni kim qiladi? Salih Hudayar Efendim bunu bek yaxshi deb berdi. Onun üstüne biz işinimiz 4 yıldan beri qilgan faaliyetleriga qarab, Salih Hudayar Efendimni bundan keyingi 4 yilda oningdan ortiq ishlarni qilib ketadi deb qaraymiz. Hamda hozirgi vaziyatga birlashtirib, hukumatning kelgisi, mustaqillik yo'limizning ertisi ustida bir so'zlab bergan bo'lsangiz, bu hukumat nagacha boradi, mustaqilligimiz nagacha boradi? Shuni Biz çokum yakın kelgüsüde mustaqil bulumuz. Bununla %100 işinimen. Halkımız mu bununla %100 işiniş gerek. Biz eğer ümidimizi üzmesek lan, emmemiz bu yolda hareket kıysak biz çokum mustaqil bulumuz. Ve bizimki bu 9. nöbetli kurultayda nurgun chet elliklim kelip sözüldü. Ve ulanınki diyegine dek sizler çokum mustaqil bulsizlar ve biz sizlarni shu kelgusida mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetida ki hukumat bo'lishinglarni arzu qilamiz. Shunda kurashni sizlarni shu yerdagi hukumat bo'lib o'tirishinglarni tasavvur qilamiz deb nim qildi. Va bizmi bu hukumat texmi kuchlanadi va biz cho'qim shu hozirgi surgun hukumat belki ammamiz bo'lmasakmi shu surgun hozirgi surgun hukumatniki bir qismi yoki qoldiqlari mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetidagi yangi hukumatda shu yerdagi qurilgan mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetining hukumatning xodimlari bo'lib xizmat qiladi. Shu yerda hukumat bo'ladi. Shuning ishini bu xalq buning ishonishi kerak. Oldi bilan ishonch bog'lashimiz kerak. Va shu ishonchni bog'lagandan keyin shunga kurash qilishimiz kerak. Amal qilishimiz kerak. Ham xayol bilan ish oqmaydi, badal to'lashimiz kerak. Va umidsizlanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Tarixda bizningki 3000 yilning yozi biz Xitoy bilan urushib kelyapmiz. Az deganda 3000 yilning yozi. 3000 yilning yozi ajdodlarimiz nurg'un davlatni qurdi, nurg'un imperiyalikni qurdi va arasida ba'zida dushmanninki istilosiga, dushmanninki ishg'oliyatiga duchor bo'lib qoldik. Ammo biz hiçbir vaqt o kadar uzun suzulib ketmedi. Yani daim bizningki ajdodlarimiz, bizning millatimiz daim yana tirilib, yana qaytadan nim qilib davlatimizni, mustaqilligimizni asli keltira oldik. Va biz yana cho'qim asli keltira olamiz. Bugun tariximizda balki hozirgi yashayotgan bu fojiamiz tarixda eng ilqi qarang'i betlar bo'lishi mumkin tariximizdagi. Ama bundan qutulup chiqib olamiz. Onun 100% ishonishimiz kerak. Onun qutuluş uchun biz qonimizni, jinimizni bera olishimiz kerak. Xuddi bizningki davlat marshimizda, milliy marshimiz aytgandek, qutuluş yo'lida suvdek oqdi bizning qonimiz. Sen uchun ey canimiz fido bo'lsin bu. Sen uchun ey yurtimiz bo'lsin fido bu canimiz. Canimizni fido qilishga tayyor qilishimiz kerak. Agar kerak bo'lsa, u vatan uchun, u mustaqillik uchun, u davlat uchun qonimizdan, barlig'imizdan voz kechalisak, onundan keyin biz mustaqil bo'lamiz. Oldi bilan u ruhni yetildirishimiz kerak va unga tayyorlik qilishimiz kerak. Bizning hozirgi eng muhim vazifamiz biz yaqin kelgusida, 10 yil ichida inshaalloh bizga bir fursat keladi. Eng oxirgi fursat, hatto bu chet ellikniki nechisi dedi ayada. Balki
nima 9-njy qurultaynyň içiliş kısmynda anlagan bolsaňlar, aň ahyrky bir pürsütňe kilidi. Bu pürsütden kolgydan berip etmeslikini kerek. Bu pürsüt taýýar boluşyňy kerek. Sizlerinki kılıvatkan işlemler bugün bu ýerde muş pürsüt üçin taýýarlyk kılışyňlar dedi. Biz şu pürsüt üçin taýýarlyk kılışymyz kerek. Çokum mustaqil bolymyz, amma mustaqillykny egiz bilen digen bilen kelmeýdi. Amin bilen mo kelmeýdi. Doğru. Elbette duamy kılışymyz kerek, amma aldy bilen hareket kılışımız gerek. Şunun için bedel töleşimiz gerek. Her kandak bedel. Meyli kulumuzun kilaligini, bizden Allah kulumuzun kemmegenini sormaydı. Kulumuzun kâgenini kıldıydı. Kulumuzun nim kilovatıdır. Eğer hazır biz emmemiz ör dünyada yaşavatımız ya. Emmemizin kulumuzun kiladigini az digende emmemiz Twitter'da, sosyal medyada davasımızı anlatalayımız. Bizge mustaqillikdan başka yol yok ekenligini anlatalayımız. Emmemiz opmoşaş närsini bilsek, elbette halkaranyň dikkatini tapymyz. Elbette nurgun Xitay bilen düşmen turapatkan döwletlermi? Ma millet ölmekdi. Maly Xitay karşı tuğusy baken, niyeti baken. Eger biz bulyny kollasak, reswa bolmaýdy ekenmiz digen ýer keledi. Hazırkyça nim üçin halkaranyňki bizninki meselemizge pas paldy nim kılywatkanlygyny eçiklep barsak, meselem biz parlamentde ötken hepde parlamentdikil bilen köreşdik. Evet, neçisidi? Bu mustaqillik täz. Bu halyk bunun üçin hiç birisi nim kılmasa, biz hazır kadar neçe Uygurlar bilen köreşdik, neçe Uygur teşkilatlary bilen köreşdik. Hiç birisi bu mustaqillik toğruluk yapkınmedy, hatta hiç birisi bu Şarkı Türkistan toğruluk yapkınmedy. İsmini mi demedi? Anlapdy da şeýle parlamentde biz bilen bagallanmasa anladyk. Çet ellikniň parlamentdaky adamlarynyň däwetken gipini. Alnynki bizge ýardam kılıç niýeti bar. Ama biz özümüz o yardamny laýyk ýer kelmäwitimiz. Mesele şu, şunun için onu taýýarlyk kılışymyz gerek. Şunun için biz özümüzni ýetişdirişimiz gerek. Korkmaslykymyz gerek. Bedel töleşimiz gerek. Meýli iqtisady ijatdan bolsun. Biz bu dawany togry ýolga apyrışymyz gerek. Hazır kadar Şarkı Türkistan dawasy çykyp halkaralaşmady. 70 ýylyň ýazy, bu 74 ýylyň ýazy Şarkı Türkistan dawasy ep berilmedi. Absus. Arasında piriş kallı buldu ama olanı daim düşman istihbaratı ve münafıklar urup geldi. Ve Töjünün yazdı tünci kıtım bu Şarkı Türkistan davası kayıtını tırlıvatıdı. 74 yılın işi de. Şarkı Türkistan davası azrak bolsun halkaraga tunuluvatıdı ama resmi tulunup olmadı. Bunun için hareket kılışımız gerek. Emmemiz şahs buluşutumuz bilen mi? Puhra buluşutumuz bilen mi? Puhra avazımız bilen. Sosyal medyada. Qaysi tilde bolsa, qaysi tilini bilsek şu tilde bizninki mustaqillikdan başka yol yok ekenligimizni bildirişimiz gerek ve bizge halkaranınki bu mustaqillikimizni asl keltiriş üçün Xitayninki ne kadar halkaraga ne kadar tehdit ekenligini düşündirişimiz gerek ve biz halkara bilen kandak döwleti buluşyp gatdy nazar. Hristiyan bulamdy, Yahudi bulamdy, başka näse bulamdy, onun karamay bizninki birlam düşmanymyz bar, o bolsa Xitay. Ve Xitaynyň kim düşmani bolsa biz şular bilen Xitay karşı hemkarlaşyka taýýar ekenligimizni halkaraga bildirişimiz gerek. Toğra. Onun dikin biz hakyky ýardam keledi we hakyky ýardam kelgen wagtda biz korkma jenimiz eger kerek bolsa jenimizden, melimizden, melasimizden oturga tüküşimiz gerek. Bununla bizninki dini ulamaalamy mesela kim turup durdu? Emmesi başka ýerlerinki dini ulamaalary garasaňlar bir işgaliyet astydaky bir zemininki döwletninki dini ulamaalary birinji kıladigan pardy sen ma döwlet üçin, ma işgaliyetçiler üçin kolundan kelgen karşılıkny berişin kerek diýiş kerek.
Ama bizniki onu demäwdi. Biznikiler şu sakalını taraş bilen, tırnakny nim kılış bilen, kara abaýyny kiýip Araplyga okşaş bilen. Şuna nim kılýardy. Ziyalilerimiz tılımızını saklaýmyz, usulunumuzyny saklaýmyz, dutturumuzyny saklaýmyz. Usul arkaly halkaraga özümizniki kanda medeniýetlikimizni bildirmez. Dep aşynda nim kılýardy. O adamın kalmasa, devletin yukutup olsa, yukulap kesse tamamen, vatanın yukulap kesse tamamen, halkın tamamen kırılıp kesse, onunki medeniyetinninki, o tılınınki, nimisininki nim paydası? Devletin bolsa tılın buludu. Devletin bolsa medeniyetin buludu. Devletin bolsa onundaki haktık devleti bağlı deyip usul hakkının buludu. Ama halkın kırılavatkan vakta yana sahneye çıkıp dık oynaş. Numus bir millet için. Bunu bilişimiz gerek. Baylarımızdınki nurgun baylarımız var. Mesela en addisi ma Araplı'nınki ma bu tılgı ağım yok da azık ma Arap bilen nimininki tokunuşu da. Nurgun bayları birivatı da pul ne? Nurgun bayları mesela çetelninki matbaatları o kadar nim kımmavatı da. Tılgı ammavatı da. Amma halkıranınki aşı davasıga köngül bildiriş için Müş Palestin'in davası köngül bildiriş için. Bu mesela karap bakalım. Çetel Garip'ninki medyalarda ul toğırlık o kadar açık näsi yok. Amma sosyal medyany işletiş arkalıp ula bayları pul tükep şu davasını emmeýär ýaňytyp Bizning baylarımız nimiş kılawatydy? 4-5 gotun alsa bir toy kıldım dep millet ayada bomuz tukalları ba hemmesininki vatanda kırılavatkan, turmalarda öldürülevatkan. Baylarımız nimiş kılawatydy? 3 milyon dolarlık toy kıldık dep toynym kılıp, onu kılıp, bunu kılıp sırap kılawatydy. Ve bununki hakkını Allah soraýdy kelgisidimi? Men sana imkaniyet bersem, kıyamet soraýdy. Men sana imkaniyet bersem, bu kadar baylıkny bersem milletin üçün. Üzerinin karandaşlarının kuskucum nimiş için işletmedin dep kikiyidikimizden sıkıdı. 40 milyon insan mı, halkımız mı kikiyidikimizden sıkıdı bu ne? Hesabını soraýdy. Hatta öz wagtyda mı, birinci cumhuriyette bu davrda mı, ikinci cumhuriyet davrda mı baylarımız davaga özünün dövleti bäme geldik üçün. Yani şu düşman yap ketdi o. Azırk baylarımızınki köpünsü milli davaga bäme. Şu düşmandan kalkıp nem qiýgyçan, amma Xitay ýamysyny yap ketdik yana. Yani şu okşaş. Eğer dövletimizni asıl keltirişke bu meblagny sağan bolsa, biz mustaqil bulap buldyk burun. Eğer bu baylykyny az digende zaktyny dövlet üçün bergen bolsa, dövletimizin aslı keltiriş, mustaqillykymyzy keltiriş ýoly sarap qiýgan bolsa, bizninki mo başka dövletlik resmi armiyamız bulup Şarkı Türkistan'ın kizimini emmiri azatlap olmagan bolsumu bir kısım tuprağı azat bulap buladı ve mustaqil dövletimiz buladı. Şunun için baylarımız mı, ziyalilerimiz mi, mallılarımız mı, puhralarımız mı emmisi kuludun kâgenini kılış gerek. Kulumuzun kâgenini imkaniyetimiz yetkice imkaniyetimiz gap. Eğer pulumuz bolsa pulumuz bilen köreş kılışımız gerek. Tılımız bolsa tılımız bilen köreş kılışımız gerek. Muştumuz bolsa muştumuz bilen, başka nasımız bolsa başka nasımız bilen köreş kılışımız gerek. Bilimimiz bolsa bilimimiz bilen köreş kılışımız gerek. Amma hemmemizninki birinci nişanımız dövletimizin mustaqilligini nasıl keltiriş buluş gerek. Onundakin başka nasılını oylasak buludu. Başta dövletinin mustaqilligini nasıl keltireli? Onundakin kişilik hukukımız mı buludu, demokratiyamız mı buludu, dinimiz mi buludu, tılımız mı buludu, emme narsımız buludu. Rahmet. Salih Dayar efendim şunda yaxşı düşündürüp berdi. Bizninki hükümetimizin ve mustaqillik yolumuzun kelgisiden bir ümit kökenligini ve bu ümitninki bedel tölemey turup kolga kelmeydiganligini dedi. Her kanda bedel bolsumu төлep vatanning mustaqilligini qo'lga keltirishning arziydiganligini deb o'tdi. Hamda Salih Dayar efendimniki Bayden qattiq hayajonlanganligini vatan uchun qanday ishtiyoq bilan so'zlaganini hammamiz ko'rdik. Hem sizden bir xil ot yürekni, onunkin armas, talmas bir ruhni, egilmez, sınmaz bir ruhni görürüz. Hem de nurgun bütün yaşlığınızı
hayatınızda ışık sarf kılıvatsız. Bu bedelleriniz sizce arzimdi? Albatta arziydi. Çünkü men yalgızlam özüm üçün kurash qilmayapman, yalgızlam milletim üçün kurash qilmayapman. Avlodlarimning kelgusi uchun kurash qilyapman. Şehitlerimizningki ruhi uchun kurash qilyapman. Ajdodlarimizning ruhi uchun kurash qilyapman. Albatta arziydi. Zaten mening qilib ketganim o kadar bir cho'ng bir ishmi yo'q. Bu yo'lni mangmasak bizga qutulishdan boshqa yo'l yo'q. Bilamiz. Zaten hammamiz bilamiz. Ama bu dünyada mı har bulamiz, o dünyada mı har bulamiz. Agar davlatimizni nim qilib, agar bu yo'lda Allah nasip qilsa bu yo'lda kurash qilib shahid bo'lsak, ne baxtlik menga. To'g'ri. Güzel o'lim Agar ato qilsa. güzel o'lim ato qilsa, agar bu yo'lda kurash qilib davlatimizningki mustaqillik nasl keltirishni kurashga nasib bo'lsa va shu davlat uchun ömür boyu xizmat qilib, avlodlarimiz uchun, kelgusimiz uchun bir davlat, bir baxt saodat to'lgan bir davlat, bir miros qoldira olsak ne baxt bizga. Hem bu dünyadaki hayatımızın baxtliq bo'ldi, hem ahiretdeki hayatımızın baxtliq bo'ladi. Salih Xudoyorning gapini oldinglar. Arziydi o, har qanday bedel arziydi. Vatan uchun xizmat qilgan odamning bu dunyoligimi, o dunyoligimi xayrli bo'ldi dedi. Hammamizning mushta bir ruh bilan vatan uchun xizmat qilishimizni umid qilamiz. Bugungi bu programmamizga qatnashib bergani uchun Salih Xudoyorga ko'p rahmat. Biz bu vatanning mustaqillik yo'li bo'ladigan har qanday fikrni o'zaro deyishsak bo'ladi, muzokara etsak bo'ladi, hatto talashsak ham bo'ladi. Mush to'rda programmani anglayotganlarninki har qanday savol bo'lsa va mush programmaga chiqmoqchi bo'lsa, mustaqillik ustida fikr bermoqchi bo'lsa, biz qarshi olamiz. Bizning sirgin hukumat bilan aloqalashsa, biz mush programmaga taklif qilamiz. Qarshi yo'ldagilar bo'lsin mayli, qarshi fikr bo'lsin mayli. Biz buni mustaqillik yo'li izdinish deb ism qo'ydik bu programmaga. Bu bir izdinish. Biz buningda har qanday fikrni anglaymiz va bu yo'ldagi har qanday odamlar bilan fikrlashimiz, munozirlashalaymiz. Bu programmaga ko'ngil bilganlarga rahmat. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Kelar qatimliq programmamiz yana to'rda e'londa bo'ladi. Hammanglarga rahmat. Xayr xo'sh.